Diyora! Diyora! Assalomu alaykum akajon. نشد برای عشقمون Ering qani? Aka, Ering qani deyapman senga. ishga ketdilar. Haji qiz. O'zi birinchi marta qo'l ko'targanini o'zida masan olib ketishim kerak edi. Uni va'dalariga ishonib o'tirib, mana haji qiz. Aka, Nima aka? Nima aka? Ayol kishiga erkak kishi qo'l ko'tardimi? U haji qiz bo'ladi, erkak emas. aka. Mani oldimda erimni haqoratlamang. Ha? Urgandir. Ha, so'kkandir. Qaysi oilada janjal bo'lmaydi? Ayollar tiq etsa uyga ketib qolsa, akalari oilasiga aralashursa, oilani oilaligi qoladimi? Yetim farzandlarda ko'payishchi. Turmushmi? Ayolam, erkak ham chidashi kerak. To'g'ri, lekin bunchalik emas-da. Aka, men erimning mahramiman. Jigarim bo'lsangiz, kelib mehmon bo'lib keting. Siz bilan yuz ko'rmas bo'lishimiz mumkin. Lekin erimni haqoratlatib qo'ymayman. Men seni hayotingda Aka, nikohda bergan va'damchi. U nima bo'ladi? azal yaratganda xudo shirin so'zga jon Akajon, kuyovingiz kelishiga bugun mehmonga keling. Jiyanlaringiz ham sog'ingan. orzusidan kechib goho nima olib keling? Tarvuz. Nega eringni buncha yaxshi ko'rasan? Erim bo'ladi-yu, yaxshi ko'rmay bo'ladimi? ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin gapidir siz ham ulug' siz ham aziz